Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan birgalikda sport tovarlari narxlari bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni sport mahsulotlari, masalan, mishoglar bo'ladi, trenajyorlar, sport pikanyalar, sport formalar, hamma sport bilan bog'liq nima mahsulotlar bo'lsa, sport do'konidan hammasini narxlari bilan tanishtirib o'taman. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov shahar da joylashgan. Mana bu to'g'rimizda 77-maktabdan o'tgandan keyin mana domlarda 1-qavatida joylashgan. Yo'l betida mana Agrobank joylashgan. Agrobankning ro'parasidagi do'kondan narxlar bilan tanishib o'tamiz. Mana vaqt cho'zmasdan birma-bir ko'rsatib o'taman. Uzunroq video bo'ladi, lekin hammasini iloji boricha batafsil ko'rsatishga harakat qilaman. Shu yerda ko'rib turganingizdek assortiment ko'p. Ya'ni mana quloq bilan ishlasa bo'ladimi yoki mishok deysizmi, gantel naborlarmi yoki alohida gantellarmi, shtanga hammasi bor. Bundaqa boks uchun bundaqa nabormi, trenajyormi, universal tublar, forma hammasi bor. Bir boshdan ko'rsatib o'taman. Ya'ni bitta narxini ko'rsatsam 1 soat ham yetmaydi. Namuna qilib o'rta-o'rtasida narxlarni ko'rsatib o'taman va telefon raqamim qoldiriladi. Telefon qilib ham so'rasangiz bo'ladi. Xo'sh, bu yerda birinchi mana bokschilar uchun yoki o'sha yakka kurashchilar uchun mana pechatkalar narxlarini tanishtirib o'taman. Masalan, mana bo'ka. Bu yosh maktab yoshidagi bolalar uchun 200 ming so'm narxi, 250 ming so'm kattarog'i. Xo'p, bu 160 ming so'm. Charm ancha yaxshi sifati ko'rinib turibdi. Mana Venom 250 ming so'm. Xo'sh. Keyin mana bundaqa MMA'chilar uchun 220 ming so'm. Zo'r ekan, mashina ekan, sifati yaxshi ekan. Keyin mana bu Toshga boradiganlar uchun 130 ming, 110 ming, 80 ming so'm. Xo'p, bu yerda ham 80 ming so'mdan ekan. Mana bu harbiylar uchun. Ya'ni pechatka. Keyin bintlar deysizmi? Bunaqa firgulkalarda ham har xili bor. Mana o'zi sanaydiganlari ham bor. Har xildan bor. Kim basseynga bunaqa suzadiganlar uchun 100 ming so'mdan ekan bu ham. Cho'milishga boradiganlarga. Xo'p, yana ko'raveramiz. Yana shlemlar bor. 300 ming so'm bo'kaniki. Arzonlar ham bor. Mana bu yerda mana eng qimmati bor ekan, mana 380 ming so'mdan. Ancha mashina bu. Keyin mana pechatka 160 ming so'm. Xo'sh, keyin mana lapa 300 ming so'm ekan bu ham. 260 ming so'm, 280 ming so'm. Har xil lapalar bor, kattalari ham bor. Mana buni ham tushirib yubordik. Keyin mana futalar bor, Venomdan 300 ming so'm. Mashinasi yaxshisi, sifatlisi. Keyin arzonchilari ham bor. Keyin korsetlar. Mana bu qoringa nima qilinadigan 140 ming so'm. Yosh bolalar korseti yelkani to'g'rilaydigan. Bu 170 ming. Yana savdolashsangiz kelishtirib beriladi. Aytilgan narxga sotilmaydi. Mana yosh bolalarga mana 150 ming so'm. Mana bu bel uchun 180 ming so'm. Xo'p, keyin mana bu yostiqlik, ya'ni massajyor. Bo'yinga qo'yib qo'yasiz. O'zining upravleniyasi bor. Ya'ni yo'lga ketadiganlarga juda zo'r, samolyotga ketadiganga ham bu 200 ming so'm narxi. Aytilish narxi albatta. Bilyard toshlar ham bor bu yerda. Keyin mana bu 150 ming so'm. Mana bu firgulka 240 ming so'm. Mana vibrator 150 ming so'm. Yana ko'raveramiz. Bundaqa toshlar ham bor ekan. Bilyardli tosh. Narxini bilmadim.
iloji boricha yozilganlarni ko'rsatishga harakat qilyapman. Odam ko'p. Mana bu stol tennisni setkasi 170 ming. Mana bular 270 ming so'mdan. Shaxmat 180 ming. Xo'sh, har xildan bor shaxmatda ham har xil, kichkina, katta, ochig'i ham bor ekan. Magnitlik yopishib qoladi. Mana oddiy eng arzon variantlari ham bor. Keyin bu tennis raketkalari 215 ming so'mdan. Bu ham shu narx 155 ming so'm, mana oddiyrog'i 256 ming so'm narxlar. Keyin mana bu stol tennisniki, bu ping-pongniki, kampilik ekan. Xo'sh, nechta bor bu yerda? 2 par 230 ming so'm narxi. 250 ming ekan adashibman. Keyin mana bu shaxmat, bu ham 180 ming. Mana bu nima ekan? Tushunmadim. Ko'raveramiz. Mana bu rezinkalar 2,5 metrlik. Dan tepaga qarab ketaveradi, har xili bor. Narxi juda yozilmagan. Keyin bunaqa gilamchalar bor, fitness gilam, uyga shug'ullanish uchun. Bildingiz nimaligini? 190 ming so'm. Xo'p, bu yerda yana nimalar bor? Bunaqa kubiklar bor. Musobaqaga bormasdan turib ham shani sotib olsa ham uyga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Nima deydi? Klaviaturni kachoklar bor-ku. Chempionlar klaviaturadan kommentariy yozadigan chempionlar uchun mana shu zo'r. Uyingizga olib qo'yasiz, chiroyli terib qo'yasiz. Chempionman deysiz. Nimadan desa, shu kommentariy yozish bo'yicha deb bersa bo'ladi yoki shunaqalarga tanishlaringizga sovg'a qilsangiz ham bo'ladi. Mana senga tabriklaymiz chempionliging uchun deb. Keyin bu yerda nima bor? Bundaqa press roliklar bor. 155 ming. Har xili bor, buni ham sifatiga qarab ketaveradi. 185 ming so'm. Yana nech pul? Bu ham 155. Shu narx 155 mingdan ekan. Keyin mana bu 400 ming so'm ekan. Mana ko'rib turganingiz. Keyin skeytlar bor. Uni narxi hop kattasi bor ekan 420 ming so'm, 330 ming so'm. Xo'sh, bu yerda yozilganmi? 380 ming so'm. Narxlar keyin bunaqa belga elementlar bor. Har xildan bor, bularda ham turi bilan bor. Xo'sh, endi sport pitaniyalarni narxlari bilan birdan ko'rib o'tamiz. Birinchi mana bu Big Mass degani bor. Bu nima ekan bu? Xo'p, narxi bu 120 ming, 130 ming so'm. Yo'q, 130 debman. 1 million 300 ming so'm. Qimmat bu, katta narsa. Bu hozir necha kilolik? 30 porsiya degan. Xo'p. Protein 50 gram bir porsiyada. Necha kiloligi bilmadim, lekin og'ir kattagina narsa. Keyin mana bu Gold Mass. Bu bular gainer. Mana bu ham gainer bo'lish kerak. Bu 8 ming shu atrofda bo'ladi. Mana bu ham shu 8 ming atrofida. Yana savdolashasizlar. Aytilgan narxga qaytilmaydi. Savdolashsa bo'ladi demoqchiman. Bitta aytilgan narx tura olmaydi. 850 ming masalan. Mana bu 1 million 100 ming so'm. Xo'sh. Yana ko'ramiz. Mana bular 1 million 150 ming. 1 million 500 ming mana. 300 ming chiqadi. 850 ming masalan. Xo'p, 800 ming so'm. Amegani
Keyin bu yerda mana aminolar bor. Dengiz balig'i yo'q-ku. Xo'sh, mana bu narsani ham aytib o'tay. Sizlarga bu Hayat Energy sportchilar buni yaxshi biladi. Ya'ni yong'oq, asal, har xil dukkaklik, ya'ni quruq mevalarni aralashtirib o'tkazib dumaloq qilib yeyiladi, bomba deyiladi. Mana shuni bilan tayyor qilib sotishyapti. Ya'ni davleniyasi pastlarga, qoni kam odamlarga ham juda zo'r. Ya'ni qariyalarga ham juda foydali, kaloriyalik mahsulot va tabiiy bo'ladi. Sportchilarga ham juda ham zo'r, kuch beradi. 100% tabiiy. Har xil bor buni. Kichkina, katta 250 grammligi bor, keyin yarim kiloligi bor. Bu narxini ham hozir bilib aytaman. Keyin bu yerda mana nimalar mas 100. Bu nima ekan nom bilmadim. 310 ming so'm 10 ta tabletkalik. 300 ming so'm mana bunisi. Bilganlar biladi. Chak narxini aytib o'taman. 310 ming so'm. 300 ming so'm. Keyin mana amino. Dollarga qilib aytay, sizlarga eng osoni. Dollarga aytsam, har doim narx bir xil turadi. Misol 2 oydan keyin kelsangiz ham shu narx bo'ladi. 45 dollar. O'zlaringiz kursga chaqib aytasizlar. Chaqib olasizlar, yaxshi bo'ladi. Xo'p, 29 dollar. 24 dollar. Xo'sh, bular ham 24 dollar. Badastan aminolar. Bu yerda yana nima bor? Kemanda Optivumin degan bu multivitaminlar 31 dollardan. Mana bunisi multivitamin 18 dollar. 19 dollar, 31 dollar. Mana bu ashwaganda 20 dollar. HMB degani bor. 21 dollar. Gold C 16 dollar. Bunisi 18 dollar. 19 dollar. L-arginin 24 dollar. Porsiyasi 180 talik tabletka ekan. Mana bu Ice arginin 300 ming so'mga 300 grammlik. Bu yerda mana Bisa Golden 24 dollar. 18 dollar. 22 dollar. 24 dollar. 19 dollar. Xo'p, bu ham 19 dollardan. Shakerlar har xili bor. Bu shakerlar ham narxi yozilmagan. Mana shakerda ham turi bor, har xili bor. Keyin mana bu karnivor go'shtdan olingan proteinlar 42 dollar. Mana bu Isolate Flex Whey protein 83 dollar. Gold Standard Whey 85 dollar. Qancha ekan? 2 kilolik bo'lishi kerak. Mana bunisi Isolate Whey 93 dollar, 83 dollar. Mana bu Isolate 52 dollar. 90 dollardan 75 dollar. Narxlar. Mana bu Sinta 77 dollar. 48 dollardan 60 dollar. Narxlar. Mana bu 40 dollardan. Bular ham shunday 40 dollardan. 43 dollar. 58 dollar. 49 dollardan. Bo'lyaptiki, bu yerda mana sportivniy sumkalar, oyoq kiyimlar. Keyin bu yerda mana triko deysizmi? Keyin sport formalar, basketboldiki, futbolmi, dzyudomi, milliy kurash, yakka kurash, mana ikki taraflik. Masalan, dzyudoniki ham bor. Men narxlarini baribir telefon qilib so'rasalaringiz bo'ladi. Yozilmagan ekan. Keyin bu yerda
Trenajyorlarni ham video davomida ko'rsataman. Podval qismi bor. U yerda juda ko'p har xil trenajyorlar bor, ya'ni uyga qo'yishingiz uchun. Ularning narxini ko'rsatib o'taman. Keyin mana oyoq kiyimlar 100 ming so'mdan skidkaga sotilayotgan ekan. Pari. Endi bu qachongacha bo'ladi, lekin bor hozir. Bu vaqtga keyin har xildan bor bu yerda. Yuguradigan. Har xildan keyin mana bular bor. Kurashga. Shuni bir boshda narxini aytib o'tsak-da bo'lar. Hozir buni ham narxini ko'ramiz. Mana bu kampirlik, mana gantechasi ham o'zi bilan bo'lar ekan. Darojnik deyiladimi shunaqada? Yuriladiki, velodorojniklar ham bor, velikligi ham bor. Ularni ham narxini ko'ramiz. Hop. Video davomida ko'rsatib o'taman qolgan narsalarni ham narxini birgalikda tanishib o'tamiz. Xo'p, mana ko'rganingiz mana bu 15 million so'm eng qimmati va zallarga qo'ysa bo'ladi, ya'ni uncha buzilib qolmaydi. 15 million eng qimmati, bu yerga pastlab ketaverar ekan. Ya'ni eng arzoni 4 million so'm, ya'ni oddiyroqlari, masalan mana bu kichkinaroq bo'ladi, vesti ham kamroq ko'taradi. Xo'p, 4 milliondan 15 million so'mgacha mana bu eng arzoni mana bu. 4 million so'mdan qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. 4 milliondan bu yerga 15 milliongacha ketaverar ekan. Keyin velikliklar bor. Bular 1 million 900 mingdan 3,5 million so'mgacha bo'lar ekan. Har xili bor uni ham. Xo'p, keyin yana nimalar? Bu basketbolni shit. Narxi yozilmagan ekan, ko'ramiz uni ham keyin. Mana mishok nechta pul mana bu? Xorazm olma keldi. 2 million 200. Ana o'sha odamchi ko'k bashara. Shirik. 5 million 100 ming so'm. 5 million 100 ming so'm. Keyin mana buchi kamp 1 million 900 ming so'm. Keyin bu yerda anaqa toshlar ham bor, gantellar ham. Keyin hammasidan bor bunday bo'lgan trenajyor uchun. Keyin anaqa nima deydi, kiyim deydimi? Shug'ullanishga, ya'ni ichiga qum to'ldirilgan, og'ir turadi. Keyin mana bu trenajyor bor, bu kamplik bo'ladi, ya'ni oyoqqa, grudga, hop bilakka deysizmi, hammasiga kamplik bo'lganda, bu ham bir 8 millionmi shunday atrofda. Narxi keyin hozir podvaldan ham chiqib ko'rsataman sizlarga. Podvalda ham xo'sh. Bunday ko'rsatadigan bo'lsak, trenajyorlar har xili bor bu yerda ham. Hozir yopiq eshik. Gantel deysizmi, masalan, razmerini aytasiz, gantel kerak desangiz, mana shu kilolik desangiz, aytishadi narxlarni. Keyin mishokda ham razmerini aytishingiz mumkin. Masalan, uzunroq mishok kerak, kaltaroq kerak, kichkinaroq, kattaroq, hammasi telefon qilsangiz yo Telegram, WhatsApp orqali ham so'rashingiz mumkin. Ma'lumot berishadi. Bemalol, bexijolat aloqaga chiqib so'rayverasizlar. Surxondaryo viloyati Denov shahrida.